Yomg'irdan oldin kim gazon urug' sepib olgan bo'lsa, u yutuqda. Nimagaligini hozir aytib o'taman. Biz ob-havoga qaraganimizda 6 kun davomida yomg'ir bergan edi. Biz shuni unumli foydalanib, yarim gektar joyimizni tez tayyorlab, urug'larni sepib, katuglarni yurg'izib, suvlarni bir sizdirib berib olgan edik. Nimadan yutdik? Suvni ekonom qildik. Keyin eng asosiysi svet ekonom qildik. Nima foydasi bor? Yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir hammasi bir tekisda tushadi. Allohning rahmati. Xudo xolasa kunlar isib, yomg'ir tinib, kunlar isigandan keyin xudo xolasa hammasi paqillatib bir tekisda idealniy krasavchik gazon bo'lib chiqib oladi. Endi ikkinchi temasi bor. Kim gazoni bo'lsa, tayyor gazoni bo'lsa, bu bahor yomg'irida tez o'sishni boshlaydi. Nimagaligini shu kunda xudo xolasa yangi reels chiqaraman. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishinglarga yuborib qo'yinglar.